yana bitta sequence. Ya'ni kontraktdan grantdan tushgan xuddi shunga o'xshash misol convergent series deyiladi bular. Convergent degani mana shu sequence constant son chiqadi, ya'ni infinityga approach qilmaydi. Convergent, okay? Bitta properties bor convergent serieslarni. Doim mana bu yerda infinity bo'ladi. Bu yerda ichidagi limiti 0 bo'lishi kerak. Demak, shart nima ekan? Limit cheksizlik. Mana shu ichidagi ifoda 2a n plus 2 n minus 5 mana shu 0 bo'lishi kerak. Bilamiz, mana bu sequencelarning o'zini limiti bor. Misol uchun limit n alfa bo'lsin. Buni yozsam bo'ladi endi 2 alfa plus 2 alfa minus 5 teng 0. Chunki har birini o'zini limiti bor sequencening. Okay. Bu yerdan alfa teng minus 1. Ya'ni mana buni limiti an ni limiti minus 1 ekan. Bo'ldi, mana bu yerga minus 1 ni qo'ysak chiqadi. Minus 1 ni, chunki har birini limiti bor. Buni limiti o'ylashinglar mumkin, buni qanday an square ni limiti yo'q-ku. Bor aslida. Ikkitaga ajratib olsak bo'ladimi? Limit an limit an. Ya'ni minus 1 ko'paytirilgan minus 1 1. 1 minus plus bo'lib ketadi, chunki buni limiti minus 1. 5 ko'paytirilgan minus 1 plus 2. 4 bo'lingan necha? Minus 3. Okay. Minus 4 taqsim 3. Doim esinglarda tursin, convergent seriesning limiti, mana bu ichidagi sequence limiti 0 bo'lishi kerak.